Bu hafta Telegram kanalimda 7 ta signal berdim. 7 tadan 7 ta take profit oldi. Hammasini analiz bilan tashlaganman. Eng kami 1-2 risk reward ishlab bergan. Jami hisobda 1400 pips foyda qildik. Bugungi videoda shu analizlarimni qanday qilinganini noldan tushuntirib beraman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sababi trending haqida bepul darslar joylab boraman. Signallardan foydalanib ishlash uchun balansingizda kamida $1000 bo'lishi kerak. Agar sizda $1000 bo'lmaydigan bo'lsa, $100 yoki undan kichik shot bo'ladigan bo'lsa, sentvi shotga o'tkazib olinglar. Misol uchun $100 pulinglarni sentviga o'tkazadigan bo'lsanglar, u sizlar balansingizga $10,000 bo'lib tushadi. Risk ham qilib ishlashingiz osonroq bo'ladi. Har bitta entryga maksimal balansingizlardan 3% gacha risk qilsanglar bo'ladi. $1000 balansga bu $30 bo'ladi. $10,000lik sentvi shot balansingizga $300 bo'ladi. Shu risk management bilan ishlaydigan bo'lsanglar, sleeve qilishinglar uchun ketma-ket 33 marta stop loss olishinglar kerak bo'ladi. Mantiqan o'ylab qaraganda, agar siz ketma-ket 33 marta stop loss oladigan trader bo'ladigan bo'lsangiz, savdo qilmaganingiz yaxshi. Ushbu kanalda berilgan signalimiz bo'yicha qanday analiz qilinganini noldan tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib bozor strukturasini belgilab chizib olamiz. Baysa likvidatsiyani chizdik. Narx bu yerda pastga tushib, orqaga qaytgandan keyin bizda sell side likvidatsiya hosil bo'ldi. Buzilgandan keyin bu bosga aylanyapti. Bos liniyamizni ichidagi eng yuqori zonani olamiz. Bu bizda buy side likvidatsiya bo'ladi. Bu yerda yana narx pastga tushib orqaga atkat beryapti. Sell side likvidatsiya hosil bo'lyapti. Bu buzilgandan keyin bizda bosga aylandi. Bos liniyaning ichidagi eng yuqori zonamiz bizda buy side likvidatsiya bo'lyapti. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, bizda downtrend shakllangan. Downtrend holatda faqat sellga savdo bitimi ochishga qiziqishimiz kerak, tasdiq qidirishimiz kerak. Narx tushib orqaga qaytish beryapti. Bu yerda sell side likvidatsiya hosil bo'lyapti. Endi shu zonamiz ichidagi tasdiqlar ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda bu yerda order blok shakllangan. Bu yerda esa breaker blok zonasi bor. Bu yerda FVG zonasi ham bor. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda yetarlicha tasdiqlar bor. Birinchisi trendimiz downtrend holatida, savdoga kirish uchun order blok, breaker blok, FVG zonalarimiz bor. Bitta joyda shakllangan. 4058 zonasidan sellga signal berdim. Take profit sell side zonasida 4046 da, stop lossimiz 4062 zonasida. Risk rewardimiz 1/3 errorda bo'lyapti bu yerda. Juda ham chiroyli, ideal o'qib bergan entrylarda ko'rishlar mumkin. Endi esa haftaning oxirida bergan signallar nima tasdiqlar bilan kirilganini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda katta time frame'da, 1 soatlik time frame'da bozor strukturasini aniqlab oldim. Narx bu yerda o'sib orqaga atkat berdi, buy side hosil bo'lyapti, buzilgandan keyin bosga aylanyapti. Bos liniyamiz eng pastki qismi sell side likvidatsiya bo'ladi. Narx yuqoriga o'sib yana orqaga atkat berdi. Bu yerda buy side likvidatsiya hosil bo'lyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda biz buyga savdoga kirishimiz uchun yetarlicha tasdiqlar bor edi shu zonamizda. Bu yerda FVG zona bor edi buy uchun. Yuqori time frame'dagi FVG zonalar kichik time frame'dagiga nisbatan yaxshiroq ishlab beradi. Bu yerda esa breaker blok zonasi bor edi. Yuqori time frame holati bo'yicha narximiz qarshilik zonasida turgandi. Endi kichik time frame'da savdoga kirish uchun tasdiqlar ko'rib chiqamiz shu joydan. H1 time frame'da M5 time frame'ga o'tdim. Bu holatda ko'rishimiz mumkin, biz trendimiz downtrend holatida edi. Bos bo'lyapti, buy side likvidatsiya bo'lyapti. Narx tushib orqaga atkat berdi. Bos bo'lyapti. Bu yerda 2 marta ketma-ket cho'ch bo'libdi. Cho'chdan yuqorisi buy side likvidatsiya bo'lyapti. Narx tushib orqaga qaytish berdi. Bu yerda sell side hosil bo'lyapti. Buzilgandan keyin bosga aylanyapti. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Agarda sizlar SMCIC strategiyalar bilan ishlaydigan bo'lsanglar, bozorda bos yoki cho'ch holati kuzatilishi uchun narx oxirgi buy side yoki sell side'da tana bilan buzib o'tish kerak, ya'ni shamdi tanasi bilan. Lekin o'zim tuzgan savdo planim, savdo sistemam bo'yicha menga soya bilan buzib o'tsa ham struktura buzilgan hisoblanaveradi. Chunki narx shu joyga borib bo'lgan. Hop, analizga qaytadigan bo'lsak, bosda eng yuqorisi buy side likvidatsiya bo'lyapti. U buzilgandan keyin cho'chga aylanyapti. Ya'ni trendimiz hozir tushuvchi holatdan o'suvchiga o'zgardi. Cho'ch liniyamiz ichidagi eng pastki qism sell side likvidatsiya bo'ladi. Endi narx yuqoriga o'sib orqaga qaytyapti. Bizda buy side likvidatsiya hosil bo'lyapti bu yerda yana. Trendimiz uptrendda bo'lganligi uchun buyga savdoga kirgani tasdiq qidirsak bo'lardi. Bu yerda order blok zonamiz bor.
Bu yerda inversion FVG zonamiz ham bor. Undan tashqari oddiy FVG zonamiz ham shakllangan bu yerda. Hamda 1 soatlik time frame'da ko'rgan order block FVG zonalarimiz ham aynan shu joyga to'g'ri kelardi. Ya'ni bizda savdoga kirish uchun yetarlicha tasdiqlar bor. Telegram kanalimga 4057 zonasidan bayga signal berdim. Stop loss sell side'da bo'lyapti. Take profitimiz yuqoridagi buy side likvidatsiyada bo'lyapti. Sabab agar bu joyda eng yaqin buy side likvidatsiya take profitimizni qo'yadigan bo'lsak, risk rewardimiz 1 ga 1 bo'lardi xolos. Shuning uchun yuqoridagi buy side likvidatsiyaga qo'ydim. Risk rewardimiz 1 ga 2,5 bo'lyapti. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda idealniy take profit olib berilyapti. Videoda boshida aytganimdek, hozir men tarixdan shunchaki analiz qilib ko'rsatib bermayapman. Bularda hammasi Telegram kanalimizga ideya bilan, analiz qilib, signallar bilan yozib berilgan. Ko'rinishdan bu yerda juda ham oson take profit olingan. Agarda lekin siz real bozorda savdo qiladigan bo'lsangiz, mana bu narsaga guvoh bo'lardingiz. Hop, M1 time frame'ga o'tib oldim. Mana narx buy zonamizga tushyapti-da, 56 dan 61 gacha reaksiya olyapti. 50 pips reaksiya olyapti. 50 pips foydaga chiqqandan keyin narx orqaga qaytish bo'lyapti-da, stop lossimizga 20 pips qolyapti. Bu paytda ko'p odamlar qo'rqib сделкасini yopib qo'yadi yoki 50 pips foydaga chiqqanda savdo bitimini yopmaganligiga afsuslanadi. Yoki-da ushlab o'tiradi-da, 0 ga chiqsa yopaman, yoki-da qanchadir foyda bo'lsa yopaman, take profitgacha kutmayman deydi. Xo'p, shundan keyin narx yuqoriga o'syapti. 65 gacha chiqib berdi. Bu yerda risk rewardimiz salkam 1 ga 1 yurib bergandi. Narx enter qilgan zonamizdan 80 pips yurib berdi. Ko'p odamlar uje 80 pips yurdi. Take profitgacha savdo bitimimni bezubitga ushlayman deydi. Shunaqa odamlarda narx pastga tushib, savdo bitimini bezubitkasini oladi. 0 da yopiladi savdo bitimi. Keyin analizi bo'yicha take profitgacha uchib beradi. Shunga signal berilgan paytda maslahat bergan bo'lardim. Bergan take profitimgacha kutinglar. Yoki-da eng kamida 100 pipsda savdo bitiminglarda 50% ni yopib bezubitga qilib qo'yinglar. Agar berayotgan analizam 100 pips yurib bermagan bo'lsa, buni stop loss deb nima desam bo'ladi? Tan olsanglar bo'laveradi. O'zi tradingda plyusga chiqishingiz uchun murakkab analiz qilishingiz shart emas. Oddiy trend yo'nalishini to'g'ri aniqlashni bilsangiz, shuni o'zi yetadi. Unga qo'shimcha qilib albatta riskga rioya qilishingiz kerak. Men o'rgatgan risk menejment bilan ishlaydigan bo'lsangiz, sliv qilish ehtimolligingiz anchagina kamayadi. Siz o'ylashingiz mumkin, nimaga analiz bu darajada sodda, lekin juda ham yaxshi ishlab beryapti. Hammasi uzoq yillar davomida yig'ilgan bilim va tajribaning natijasi hisoblanadi. Tradingda foydadan ko'ra balans saqlab qolish muhimroq hisoblanadi. Agarda siz riskga amal qilib ishlaydigan bo'lsangiz, yillar davomida tajribangiz oshib boradi, depozitingiz ham kengaygan sari qiladigan foydangiz, topadigan pulingiz ham oshib boradi. Hozirdan oz balansda katta profit qilgandan ko'ra, shu oz pulingizga yarasha ozroq foyda qiling. Kelajakda balansingiz kattayganda qiladigan foydangiz ham katta bo'ladi, chunki sizda bilim, tajriba yig'ilgan bo'ladi. Men har doim take profit olmayman, stop loss ham olaman. Stop loss bu jarayonda bitta qismi hisoblanadi. Faqat siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa shu stop lossdan nimaga bo'lganini, xatoingiz qayerdaligini tushunishingiz kerak bo'ladi va uni qaytadan takrorlamasligingiz kerak. 90% holatlarda siz pulingizni sliv qilayotganingizga sabab strategiyangiz ishlab bermayotganidan emas, bitta entryda o'ziga bor pulingizni risk savdoga kirayotganingiz uchun bo'lyapti. Men har doim take profit olaman demayman. Menda ham stop losslar bo'ladi, lekin meni farqim doim riskga amal qilib ishlashimda. Daromadga chiqishda bundan boshqa yo'li yo'q. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Har hafta Telegram kanalimda berilayotgan signalda analizni YouTube kanalimizda tahlil qilamiz.